Biza Jizzaxga zominidamiz. Biza Jizzaxga zominidamiz. Zominda dunyoda yagona mana shunaqa patr yopish uslubi bor. Bu faqatgina zominda bor. Chunki zomin buni patentlab olgan ekan. Boshqa joyda yopmaydi. Buni qozon patr deydi. Qaranglar. Bu qaynoq bo'ladi. Qaynoq holatida mana shu saryo solinadi yokida mana bunaqa tandir go'shtlar solinadi. Operator ko'rsat tandir go'shti. Shunda bu non undan ham zo'r bo'ladi. Qaranglar. Bu nonni narxi 45 ming so'm. Boshida aytdim, nimaga bunaqa 45 ming? Qimmati 45 ming dedim. Endi qaranglar yopilishini. Shaxsan men uchun opamlar yopib beradigan bo'ldilar, ko'rsatib 15 daqiqa davomida mana shunaqa qilib qozonni qo'l mehnatida, rosa mehnat ketar ekan. 15 daqiqa davomida nonni qo'lda pishirar ekanlar. Ajoyib, a? To'g'risi, agarda mana shu narsani hozir boshqa davlatda qilganda $4 non ola olmasinglar. Kamida $10 bo'lardi, $15 bo'lardi. O'zbegimni qo'li dard ko'rmasin. Ajoyib. Patrni mazasini ko'ramiz. Lekin to'g'risi ощущенияsi boshqacha. Bir kunda nechta yopa olasiz? Opa shunaqa qilib? Bir kunda mana shu ma'mur shayxli to'zga 70 ta beraman. 70 tami? 70 tagacha olaman. Gap yo'q. Mana pishdi. Davay olamiz. Qani. O. Voy, qaynoq-a. Qani bunga endi saryo solamiz. Aha. Saryo solamiz mana. Qani. Voy, gap yo'q. Ha, qo'lda maydalab uni qilish kerak-da. So'z yaltirlaydi. Ha. Buni qozonning ichida qilgan oson emasmi? Qozonning ichida. Ichida qilgan esa tagi kuyib ketadi buni. Ha. Muzlab qo'yib chiqarib qo'yadi. Eng aqllisi men emasman, ko'ryapsizlar. Ustasi usta baribir. Gap yo'q. Bitganicha qozonda kuyib ketadi. Tagi kuyib qoladi. Ha. Kuygandan keyin taxir bo'lib qoladi. Tushundim. Ana shu erini kuyib chiqasiz. Shuni qo'yib qo'ysangiz o'zi erimaydi, a? Ha, eriydimi? Maydalashib. Ha. Hozir pichoq olishga maydalashib. Gap yo'q. Mana patrimiz ham pishdi. Ichiga mana saryo ham soldik. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ana ko'ryapsizlarmi? Saryo shunday eriyapti ichida. Erigandan keyin buni maydalab botirib yeyiladi. Ajoyib, a? Ha, bo'ldimi? Mana hayotimda birinchi marta mana shu qozon patirni sindirib yeganman oldin, lekin odamlar qilib berardi. Mana birinchi marta o'zim endi mana yonimda qozonda pishirishga svejiy. Mana buni qaranglar. Tutuni chiqib turibdi shunda hali issiqligidan. Qani, bismillah. Mana shunaqa yedim buni mana. Mana. Qani? Qizil turibdi. Mazasini ko'ramiz. Bu Instagramga, bu YouTube'ga. Qani, bismillah. Ma'mur shashi deb qo'shib qo'yinglar-da. Ma'mur shashi deb qo'yib. Gap yo'q. Zo'r. Bu sho'r qatdan keladi? Sho'r mazasi saryodanmi yo'q? Sarmoyda tuzi bo'ladi-da. Mana shundan beradi. So'mi sarmoyalik bo'lib qoladi-da. Qaranglar, Jizzaxga kelsanglar, joyi atmetga qilib qo'yaman. Ma'mur Somsaga kiringlar. Rostdan zo'r ekan. Rostdan yaxshi ekan. Azim qo'ying. Zo'rmi? Manzil azim chiqadi. Mani prodyuserim shu yerda. Yana rejissyorim ham shu yerda. Hammasi aytib turibdilar menga nima qilishni. Xullas, Ma'mur shashligiga kelinglar. Zo'r qilib berishadi. Nomimizdan kelsa, spets qilib berasizlarmi? Zo'r qilib. Gapsiz. Bo'ldi. Rahmat opa. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Yana bitta yeyman lekin. Ko'rmasanglar bo'lmaydi. Ha, hozir pishsan ular. Olmasdan issiqmi? Mana. Issiqmi qilsin. Zo'r, a? Bunga yaxshirasiz aka.
uyingiz o'qib bergani boshqacha. Hmm. Mana bu yerda qozon boshida shunday chiqqanda yegani Shunaqa. Bizi uchun mana ko'ryapsizlar, bu somsalarning yopilish jarayonini ko'rsatib berishyapti. Gaz ishlatilmaydi, faqat o'tinda qilinar ekan. Mana men xalaqit qo'yman, chetga o'tdim, mana qaranglar. Katta somsalarini hozir yopilish jarayonini ko'ramiz. Mana ustakam o'zlari yopadilar hozir. Qani bir qanchada yopasiz taxminan? Bir 5 minutdan keyin yopasiz, to'g'rimi? Tandirim tayyor bo'lsa. Bo'ldi. Tandir tayyor bo'lish bilan yopish boshlanadi. Sizlarga ko'rsatamiz yopilish Tandirda jarayonlarini. ham o'zini gradusi bo'ladi-da. Yo'q-e? O'sha sal issiq ketib qolsa kuydirib qo'yadi, sal sovib ketib qolsa pishmaydi. Ha, uni xullas o'zingiz sezasiz, to'g'rimi? Buni xullaschi o'zi Alloh chevar zotda, odamni qo'li sezgir bo'ladi, lekin mana mashtlari slabiy bo'ladi deb har sal nozirroq bo'ladi. Buni ham mana mashtdan sezadilar-da, tiqqanda o'zi darajasi yetdimi, me'yorga yetmadimi, to'g'rimi? Ana. Agar Jizzax somsachi bo'lmoqchi bo'lsanglar, mashtinglarni asranglar xullas. Agar somsa bo'yicha jahon chempionati o'tkazilganda, albatta Jizzax somsasi chempion bo'lgan bo'lardi. Qani bitta uzamiz. Hayotimda birinchi marta Jizzax somsasini uzilishini ustida turibmiz. Usta akamlar Jizzax somsasining oktagonida qatnashgan ekanlar. Voy, nima bu? Unda tepalarini ko'rsat, mana bunga hech qanaqa nima deydi, vodoprovod ulab qo'yilmagan, o'zini so'ki. O'zini Gap yo'q. Tabiiy. Qani, men o'zim ochib beraman buni. Keling, yaqinroqdan ko'rsat, operator. Qo'l kuyadi, o'shaning uchun reski qilish kerak buni. Ana. Yomon u. Ana. ikkita xislat bor somsada. Aha. Ham sho'rva yeysiz, ham somsa yeysiz. Biz Ma'mur aka bizni somsada deydi, kimlarga tavsiya qilganda ikkita xislat bor deydi. Ham sho'rva ichasan, ham somsa yeysan. Два в одном. Ha. 1-2 Gap yo'q. ichida. Первый, второй deydi-ku o'ruslar. Gap yo'q. Qani buni vtaroy bo'lsa, mazasini ko'ramiz endi. Ko'ryapsizlar buni. Jizzaxliklar ham ushlamayapti, lekin biz ushlaymiz. Bu qo'l nimalarni ushamagandingiz? Qani bismillah. Qani. Oh. Ağzım kuyuvattı просто. Rostan Jizzax somsasi o'ziga yarasha. Men o'zi ochishayotganda o'ylab turdim. İchiga ish qilib saryo solib berishmasin deb. Saryo solsa menga yoqmas edi, to'g'risi. Chunki somsa bilan saryo Chiqishmaydi. ha, xuddi ana O'zi отдельный tema, buni ichidagi maza отдельный tema. shunaqa, ha. U sindirib qo'yadi-da, chunki u tabiiy saryo. Mazasi o'zgarib qoladi. Mana bu hozir o'zi juda ham zo'r bo'lgan. Xullas, agar Jizzax somsa yemoqchi bo'lsanglar, Zominga Ma'mur shashligiga kelinglar. Masha akamlar somsani bombasini tayyorlayaptilar. Sizlar 24 soat xizmatda. 24 soatda. Zominda eng zo'rlari. Mana xamiri ham qalinmas ekan, qaranglar. O'zi xamiri qalin bo'ladi-da, anaqa Jizzax somsani. Bu endi ozgina navaroti ekan. Jizzaxda eng yuqori xamirga bizlar qilamiz. Qarang, da qarang, ko'rasizlarmi? U yog'i ko'rinyapti, u yog'i bor-ku. Xullas, kelinglar. 5 barmoq xamirida, 5 barmoq. Xullas, mehnat 5 barmoqni xamirga tayyorlashayotgan ekan. Kelinglar. Zominni eng zo'r shashlichisini oldiga keldik. Ma'mur akamlar faqat nozik mehmonlarga ovqat pishiradilar. Biz uchun ham shaxsan bugun o'zlari shashlik pishirib beryaptilar. Ma'mur akamning shashliklarini Moskvada ham bilishadi. Toshkentda ham yaxshi joylarda bilishadi. Ma'mur aka, assalomu alaykum. Shashliklaringiz pishyaptimi? Shashlik pishyapti akajon mana. Hop, cho'g'larni to'g'irlab mana qo'richalarga qo'yib yana mana. Ma'mur aka, mana shu nima shashlik shungiz? Bu kuskovoy shashlik aka. Kuskovoy, 17 kilolik qo'zichadan bo'ladi bu shashlik akajon. Mana shu shashligingiz bitta qo'zidan 5 ta dona chiqar ekan. Shunaqami? Bir qanchasi shunaqa 5 ta. 5 ta chiqadi. Yeysiz bu og'izda eriydi. Odamlarga aytamiz, bizda shashlikni yeyish uchun tish kerak emas. Lab bo'lsa bo'ldi, lab. Labda eriydi. Hamma jazligini ichib 74 ming. Mana shu bitta yeb ko'rasiz mana. Qani. Qaynog'i bu. Ha. Qiymasi bu 35 ming xola, na kichkinasi 25 ming xola jonim. Kerak.
7 xil shashlik bor xolajon. Bu 25 ming zomin qiymasi bu. Rostdan qiymasi, Ha, rostdan qiyma. bomba ekan. Manda go'shti shandirilmoqmi? Yo'q, xolajon og'zingizda erib ketadi. Shuni og'zingizga solasiz, labingizni ishlatasiz. Bu tovuq ekan. U go'shtlik mana ko'ring. Xuddi sut yemay yurgan qo'zicha. Ma'mur aka, buni ichiga nima solgansiz aka? Aka mehr. Mehr, Faqat mehr ha. bu go'sht o'zida bunaqa shirin Yo'q, chiqmaydi. aytadiki, uzumdek deydi, bog'ini surishtirmang deydi aka. Aka, menimcha buni marinovkalarini tayyorlanishini aytsangiz ham hech kim qila olmasa kerak. Shunda aka, chunki bu qiymamiz aka ertalab turamiz, bozorga boramizda aka, bozorga go'sht do'kon svej go'shtdan qilinadi. Ha. Faqat bo'yin bilan qo'lni qismidan qilamiz. Boshqa joyga solinmaydi aka. Bir marta chiqariladi aka, bu ozgina non qo'shiladi o'ziga yarasha. Bu zominni qiymasi aka menimcha o'ylayman ancha-muncha joyda qilinmaydi. Bu Rostdan shirin aka. chunki bizlar piyozni ruchnoy to'g'rab qo'shamiz aka. Ha. Ruchnoy, mana aralashtirib qo'shmaymiz. Go'shtni muzlatmaymiz aka. Shu svej go'shtga qilamiz. Bir marta Mesli go'shtdan qilinadi. Mesli go'sht bir marta chiqariladi misrovkadan. Yo, rostdan mazasi shunday. Men o'zi qiymani uncha yaxshi ko'rib olmayman. Yaqinda anaqada Marg'ilonda, bular keyin yeydi, hozir bular ishlashyapti. Marg'ilonda arab shashlikni yegan edim. Umrimda birinchi marta rostdan ham qiymani mazza qilib yegan edim, lekin bu to'g'risi undan ham zo'r ekan mazasi. Undan zo'r qanaqa? Boshqa mazza-da umuman. Hozir o'tirganda sizlar ham yeb ko'rasizlar. Hozirchalik mana. Go'shtning mazzasi o'zida saqlanib qoladi aka. Yo, zo'r. Shunday aka. Bizda Rahmat. sifat birinchi o'rinda turadi. Sifat darajasi birinchi o'rinda. Qani stol ustiga olib boring, bir o'tiraylik. O'tirasizlar. Kichkina kuchgacha. Xullas biz Ma'mur akamni shashliklarini yeb ko'ramiz, qaranglar. Mana bu non boshqa joyda tayyorlanmaydi. Ma'mur akam qilar ekanlar. Buni ustiga yaxna go'shtni moyini surar ekanlar. Shunday aka. Shunaqa gap. Shunaqa. Qaranglar. Bu qiyma go'sht, qiyma shashlik. Shashlikni qatini ishlatasiz bu go'shtni Bu shashlikka faqat bo'yin go'sht ishlatman. Aha. Chari solinmaydi bunga umuman 100%. Agar dumbaga bo'ladi aka. Bu Prosta ma'lumot berib o'tib ketaman. Dumbani kilosi 135 ming, charvini kilosi 30 ming, 35 ming. shunday aka. O'shaning uchun ham shashligimizning mazasi Bu ham bu svej go'shtga bir marta chiqariladigan shashlik bu. Haligi odo yoshlik deysada, bozorlarda qiladigan qiymachalar bo'ladi-ku, bilasizmi? Ana 70-yil qilmalari bular aka. men yedim, lekin yana bitta yeb beraman. Qani bismillah. Bunda go'shtda asl ta'm saqlanib qolganda. Zo'r. Nonni o'zib tatayman. Bu kireshki hech narsa emas, ha? Shunday aka. Buni usti kireshki ekan, ichi yumshoq bo'lar ekan. Ma'murga gap yo'q. Osh bo'lsin akajon. Qiymani yorib olibsiz. Qiyma shunday aka. Endi kuska o'ylanib ko'ramiz. Kuska o'ylar aka. Sinovdan o'tadimi yo'qmi? Hozir menga Ma'mur akam zo'r narsa o'rgatib qo'ydilar. Qiyma shashlik yeganda og'izdachi qanaqadir yoni mazasi qolib ketadi, qotib qolganga o'xshab. Bunda unaqa bo'lmas ekan. Sababi bunda dumba ekan. Dumba unaqa qotib qolmas ekan, to'g'rimi? Biz xolesterinda. Ha, xolesterin yo'q. Ha, parhez odamlar hamga bemalol mazza qilib yuraveradi qiyma. Gap yo'q, lekin qiyma rostdan Aka osh bo'lsin. gap bomba ekan. Biza bekordan bekorga Ma'mur akam oldiga kelganimiz yo'q. Zominga kelyapmiz desa, juda ko'p obunachilarimizni, podpischilarimizni Ma'mur shashligiga kirasizlar, Ma'mur shashligiga kiringlar deb aytishdi. Obunachilarga rahmat deb qo'yasiz. Rahmat obunachilar. Katta-ko'p. Hali bizda aytdi. Shunisiga katta rahmat. Bu semichka shashlik deyirkanlar. Semichka shashlikni birinchi marta ko'ryapman. 15, 14-15 kilo, 14-15 kilo. Undan balandida qilmaymiz. Ha, undan balandida qilmas ekanlar. Bu do'rtlar faqat bizda qilamiz deydi, to'g'rimi? Bitta bizda mana shu yerda bo'ladi aka, zomin bo'yicha. Biz shunaqa shashlik qilamiz aka. Qani, bismillah, yeb ko'ramiz. Mana kichkina mayda kuskacha qilamiz aka. Rostdan buni yeyishga tish kerak emas ekan, Bizda muxlislar bor, shunaqa yeydi aka, mazza qilib aka. Oyna polvonlar bor, polvonlar kim ko'p yak o'ynaydi bundan aka. Yo'q. Nechta yegan eng ko'pi? 14 ta yegan aka. Bir yegandan. Men 14 tadan ko'p yeb beraman, lekin rostdan bu Chaqiramiz Ulug'baydan Qobil polvon degan polvonlarimiz bor. O'rta Oston mashhur polvonlari, boybon otlarda chopgan oxirlarga tashagan polvonlar kelib mana shunaqa shashliklardan yeydi aka. Aka shashlikda qaranglar. Rostdan og'izda erir ekan. Yumshoq ekan juda. Yo, marinovka shunaqa eritadiganmi? aka bu shunday tuz, zira kashish bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Men aytadiku, bolaga nima kerak desa, ona mehri deydi-ku. Shashlikka nima kerak? Shashlikni mehri aka. Shunday. Mehr ko'zdan hammangiz aka. Bu bizga berayotgan sizning mehringizda, to'g'rimi? Hammasi aka mana. Men Endi aka mana zominliklar bekorga bu akani yaxshi ko'rishmas ekan. Bizani mana shu shohona mehmon qilyaptilar.
o'zi mehmon qilganlari uchun emas, bularning oldiga kelgan odamlar o'zi biladi. Ma'mur shashlik Shunday akajon. Ma'mur shashlikni bilganlar bu yana bu mana shu qo'zichani biqinchasi aka bu вообще fishka shashlik. xullas ma'murisi bo'lsa vahshiysi ekan. Bu o'sha 15-16 kilolik qo'zichoqdan shu aytgandagi 5 ta dona chiqargan, 5 ta 6 ta 5 ta chiqadi. chiqadi aka. Bu shashlikni mazasi shunaqa zo'rligini Ma'mur akam shu dunyoni eng влиятельный 3 ta odamidan bittasiga pishirib bergan ekanlar. Otini aytolmayman, menga aytdilar, lekin aytolmas ekanlar. Shunday aka. Ha, mana men endi hozir u nima deydi? O'sha deya olmayman-ku. Mazasini ko'ramiz. Mazasini ko'rasiz akajon. Qani bismillah. Qani ko'ringlar. Qani YouTube deylar. Ana sizlar ham ko'ringlar. Gapi. Bismillah. Nima deya aka? Bu faqat rost gapiradigan shashlikda yo'qsa yo'q deydi odamlar, yo'qmasa aytdim-ku, hal bizniki shu ko'p serialli dedim-ku. O'shanim. VV unga ham shundan qilib berganmisiz? O'lgan bo'lsa kerak mazasiga. Shunday aka. Shunday. Xuddi o'shanga qilgandek qildingizmi yo bizanikidan dora qildingizmi? Yo'q aka, o'zi men shu yangi joy ochganimdan keyin hamma shashlikdan shunaqa qilganman aka. Mehmonga qiladigan shashlik halqa qilib qo'yganman. Qiyma alohida aka, ana shu kichkina semchka kushkurjani ko'rdingiz aka, bu alohida deyman. Bu shashlikimizni yetkiza olmaymiz. Xullas Ma'mur akamni oldiga kelib shashlik yeb ketgan odamni boshqa shashlik bilan ajralantira olmaysizlar. Agar yo'linglar zominga tushsa, kirmasanglar to'g'risi umringlarning oxirigacha armon bo'lib qoladi, afsuslanib qolasizlar. Albatta kiringlar. Rostdan shashlik zo'r ekan. Aka, Osh bo'lsin aka. qo'lingiz dard ko'rmasin. Rostdan zo'r ekan bor. Shu bizlar aytamiz, kasbimiz shashlikda tizada qolgancha shashlik pishiramiz deb. Shunda xalqqa xizmatdamiz. Kelib bemalol sizga aytdim-ku, atayin darvoza qo'ymaganman deb. Shu yopiq deb qolmasin muxlislar deb aka. Aytgancha Ma'mur akam 24 soat ishlayotganlar. Kechasi kelib turib shashlik berdi, siz shashlik beraveradilar. Shunday. Okaga farqi yo'q. Mehr bo'lsa bo'ldi. Shunday. Muxlislarga Aka rostdan zo'r ekan. Osh Yo, bo'lsin aka. ma'lum Instagram o'zini yo'liga, lekin rostdan zo'r ekan bor. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Mazza qildim. Endi ko'p shashlik yeb yurgan kishisiz aka, mazani ajratasiz-da. Masalan, men shu narsani yaxshi ko'raman hayotimda, birov "Ey ukajon, shunday bo'libdi" deydi-ku, tanqidni yaxshi ko'raman aka. Eng yaxshi ko'rgan narsam ishimni sohasida tanqid. Birov shunday chaqirib, "Ukajon, bugun shunaqa bo'lib qopti" yo bo'lmasa, "Mana zo'r ekan" desa, men yaxshi qabul qilaman. Masalan, endi obotashda bir-biriga o'xshamay qolishi ham mumkin-da. Boya shogirdlar sal o'tkazib yuborish mumkin, qattiq pishirib yuborish mumkin. Ukajon deb qo'ygan Mani joyi. bitta tanqidim bor, xafa bo'lmasangiz. Boshqa bunaqa slishkim shirin qilib yubormang. Toshkentdan kelish arzon emas. Aka samolyot qo'yib qo'yganmiz. Samolyot aka. Gap yo'q lekin. Osh bo'lsin akajon. rahmat. Kelib tursalar bo'ldi. Aytaq oltin olma duo oldik, mana shu duoga ishlaydigan bolalar biz bo'lamiz. Gap yo'q. Rahmat kattakon. Shunaqa. Xullas, zominga kelsanglar, albatta Ma'mur shashligiga kiringlar. Ma'mur akamdan so'raymiz, Toshkentda ham oching deb. Bilmayman ochadilarmi yo'qmi, lekin ochsalar mana shu shashliklari rostdan nomer 1 bo'ladi. Bilasizlarmi? Oldin bizda Ozarbayjonlar shunaqa shashlik qilardi. Shunda qo'zichoni osib qo'yardi-da, kerak joyidan shunda kesib, yoningizda shunda to'g'rab, tiqib ustiga tuz, murch separdi bo'ldi. Bunaqa zo'rmas edi u ham, lekin shunga o'xshash edi. Chunki marinovkasi yo'q edi-da. Buni marinovkasini endi bilmadim. Shunday akajon. Gap Bir yo'q. davlatda bir sir bo'ladiki, bu ham sir bo'lib qolsin aka. Sir bo'lib qolsin, ha, bo'ldi gap yo'q.